Bugun biz qo'ldagi og'riqlar, ularni uyushishi, ularni sababi va davolash usullari haqida gaplashamiz. Ko'pincha qo'ldagi og'riq deganda kaft va barmoqlardagi og'riqlar nazarda tutiladi. Bularning sababi bugungi kunda turli xil. Lekin shulardan biri nerv qisilishlari bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar hisoblanadi. Bugun sizlar bilan biz shularning biri haqida gaplashamiz. Karpal tunnel sindromi kaftdagi og'riq va barmoqlarning uyushi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Kaftning harakat va sezishini ta'minlovchi bir nechta asosiy nervlar mavjud. Shulardan biri o'rta nerv hisoblanadi. Keling, karpal tunnel sindromining mexanizmi haqida qisqacha aytib beraman. Demak, o'rta nerv bilak sohasidan kaft tarafga yo'naltirilganda, kaft sohasiga kelganda maxsus tunnel orqali o'tadi. Aynan shu tunnelda ustida joylashgan boylam uni ezib qo'yish natijasida kaftda qattiq og'riqlar, barmoqlarda esa uyushlar vujudga keladi. Nima uchun kaftda og'riq va barmoqda uyushlar bo'ladi deysizmi? Chunki boylam ostida qisilgan va ezilgan nerv o'tkazuvchanligi buziladi. Shuni oqibatida demak qattiq og'riq va uyushlar, hattoki paresteziya deb ataluvchi sanchilgan, aytaylik, chumoli o'rmalagan hissiyotlar ham qo'shilib kuzatilishi mumkin. Boshlanishiga bu kasallik oddiy uyushlar bilan kechadi. Ko'pincha bu kunning ikkinchi yarmida yoki kechqurun inson uxlashga yotganda ko'plab bezovta qiladi. Masalan, boshlanishiga barmoqlar uyushi, ayniqsa birinchi 3 ta barmoq va kaftdagi simillovchi og'riqlar bilan kechadi. Ba'zilar aytadi, qo'limda chumol o'rmalagan hissiyot bo'lyapti. Ba'zilar aytadi, qo'limga sekin-sekin astalik igna sanchigandek hissiyotlar bo'lyapti deb aytish mumkin. Bularning bari karpal tunnel sindromining boshlanishi hisoblanadi. Lekin vaqt o'tgan sari bu og'riqlar, bu qo'ldagi uyushlar kuchayib boradi. Ularning intensivligi oshadi. Bu og'riqlar natijasida hayot sifati tushib ketadi va inson oddiy yumushlarni ham bajara olmay qoladi. Boshlanishiga bemorlar og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalanishadi. Lekin og'riq qoldiruvchi dorilarning ta'siri qisqa bo'lganligi uchun og'riqlar yana qaytalanadi. Shu tarzda ma'lum bir davr dori ichib yurib og'riq qoldirishga harakat qilishadi. Lekin bu samara bermagandan keyin qaysi vrachga borsam ekan degan fikr tug'ilib qoladi. Chunki bunday bemorlar qaysi vrachga borishni ham bilmaydi. Ko'pchilik savol beradi, bu kasallikni qaysi davrda davolagan ma'qul? Albatta, tavsiyamiz shuki, har qanday kasallikni ham erta davrda davolagan samarali hisoblanadi. Ayniqsa karpal tunnel sindromini faqat og'riq yoki uch bilan kechuvchi kasallik deb qarash kerak emas. Buni undan ko'ra jiddiyroq asoratlari mavjud. Misol tariqasida aytishim mumkin, agar 3-4 darajasiga o'tib ketadigan bo'lsa, kaftni deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Ya'ni kaftlar, barmoqlar qichayib ketishi mumkin. Hattoki tibbiyotda shunday ibora borki, обезьянья лапа, ya'ni maymun kafti degan ibora ham bor. Demak, qo'l, inson qo'li va kaft barmoqlari aynan maymunning kaftiga o'xshab deformatsiyalar, qiyshayib ketadi. Va bu holatni ortga qaytarish mushkul, qiyin bo'ladi. Bu qo'l bilan endi bir qandaydir vazifa, bir funksiya bajarish umuman mumkin bo'lmaydi. Chunki shunchaki bu nogiron bo'lib qolgan qo'l bo'lib qoladi. Ko'rinish jihatdan ham bu yaqqol ko'zga tashlanadigan qo'l bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha erta davrda, masalan, mikroxirurg qabuliga yozilsangiz, sizga to'g'ri maslahat berib, eng zamonaviy va samarali davolash usullarini sizga tavsiya etadi. Bugungi kunda bu kasallikni turli xil usullar bilan davolashga harakat qilishadi. Lekin eng samarali usulni hozir oxirida aytaman. Misol uchun boshlanishiga ba'zilar uni hattoki qandaydir gormonlar, qandaydir dori vositalari bilan davolashadi. To'g'ri, og'riqlar qolishi mumkin, lekin bularning hammasi vaqtinchalik. Yuqorida aytganimdek, bu kasallikning mexanizmi, ya'ni karpal tunnel sindromining mexanizmi aynan nervda mexanik ezilishi yoki qisilishi hisoblanadi. Tasavvur qiling, bir daraxt shoxini qandaydir katta xarsang tosh bosib qolsa, uni siz toshni olib tashlamaguningizcha shu shox-shabba xalos bo'ladimi, bo'lmaydi. Xulosa o'zingiz qiling, misol uchun. Demak, ezilgan nervni ham siz mexanik bosimdan ozod qilmaguningizcha nervdagi funksiya to'liq tiklanishi qiyin. Shuning uchun tajribamdan kelib chiqib shunday maslahat aytishim mumkinki, shu tavsiyani berishim mumkinki, karpal tunnel sindromini davolashni eng samarali usuli bu
kam invaziv operatsiya hisoblanadi. Bu juda ham og'riqsiz, qisqa vaqt talab qiladi. Hatto bemor shu kunda o'zida ham uyga ketishi mumkin. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, qo'lingizda og'riq va uvushlar bezovta qilayotgan bo'lsa, menga murojaat qiling. Men doktor Ulug'bek, ko'p yillik tajribaga ega mikroxirurgman. Ko'plab bemorlarda nerv shikastlanishi, qon tomir va pay jarohatlanganlarda samarali va effektiv yordam berib kelyapman.